Assalomu alaykum. Butun dunyodagi barliq vatan so'ygan Uyg'ur qarindoshlar. Bugungi shanba kunlar xayrli bo'lsin, ham ro'z kunlaringlar xayrli bo'lsin qarindoshlar. Alloh tutgan ro'zalarini qabul qilsin. Men bir hafta bo'lganda bu dengizda ishib kelgan, hozir bu dengizda uyimizda o'tirib sizlar bilan bu yerda fikrlashyapmiz. Fikrlashdagi asosli maqsad qarindoshlar xabaringlarda bo'lgandek Dunyo Uyg'ur qurultayiniki men zaten ularni Dunyo Uyg'ur qurultayimi deb o'ltirmayman, uning burunda atab kelayotgan o'zimning ichimda atab kelayotgan Chiniy Turkistonchilar qurultayi deb turib atayman. Chunki ularning tutayotgan yo'li shu Aysa Alip degan, Erkin Alip deganlarniki hozirgi Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi yana bir Alip degan bog'u. Şu Alip deganlarning jamiyati bu boshqarib kelayotgan qurultay bo'lgandan keyin men ularni burundan tatib ichimda Chiniy Turkistonchilar qurultayi deb atab kelgan. U Uyg'urga vakillik qilgan bir qurultay deb qaramayman shaxsiy meniki bu fikrim shu. Ham bu yerda shu dezdayotgan Chiniy Turkistonchilar qurultayiniki Tayvan parlamenti bilan o'tkazgan do'stlik gruppasini bir video konferensiyasini do'stlarimiz avatibdi. Mushuni ko'rib, buning nisbatan bir ko'z qarashingni deb qo'ysang yoki bo'lmasa biz buni bilib qolsak deb o'tirib. U do'stlarimizlar emas, har qanday bir vijdoni bor, axloqi va iymoni bor, o'zining Uyg'urlarningki Uyg'urning vatani bo'lgan Uyg'uriston va yoki Sharq Turkistonning mustaqilligini xohlaydigan har bir insonning ko'rgan vaqtida bu masalada bizning ma'lum bir qismini ishlatib tafakkur qilib to'g'rimi xatomi deydigan buning bir yakun bir javob beradigan, xato bo'lsa xato deb turib javob beradigan bir davr hal qilg'ich bir bosqichga keldik deb o'ylayman. Chunki xabaringlarda bo'lgandek bugun dunyodagi eng kuchli 4 davlat Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilik masalasini qabul qildi. Dunyoning ko'zi yana bizning ustimizda. Mushundaq ahvol ostida bo'lganda bu yerda Chiniy Turkistonchilar qurultayiniki Tayvan parlamentidagilardan bo'lgan do'stlik konferensiyasi yig'inlarini bu yerda avatibdi. Yana birisi buningga ulab o'tirib, to'pladi bo'lgan o'xshaydigan Makka muxbir Ahmadki Dunyo Uyg'ur qurultayi Tayvan boshqalar birlashib federatsiya degan to'g'riliq mushundaq so'zlar bo'pti. Bu masala yana dunyoning kun tartibida qaysi tartiblarda bor deb, dunyoning kun tartibidagi ishlarni men bilmayman qarindoshlarim. Dunyoning kun tartibidagi asosli masala bugungi dunyoning o'zida irqiy qirg'inchilik uchragan Uyg'urdek bir millatning mustaqillik talab qilish huquqi bor qarindoshlar. Tushundingizmi? Dunyoning har qanday yerda mening biladigan yerim, masalan biz Kosovoda bo'lsin, Bosniyada bo'lsin, Sharq Timorda bo'lsin, burundan tortib irqiy qirg'inchilik uchragan millat, irqiy qirg'inchilik qiluvchi millatdan ayrilib ketdi. Hammasi mustaqil bo'ldi. Bugun shuning uchun men shu nuqtadan deyman, Uyg'urlar uchraganlik masalasini Amerika, Kanada xabaringlarda eng kuchli Angliya parlamentlarida buni qabul qildi. Yevropa davlatlari asosan qabul qildi. Bundaq ahvol ostida Ahmad G'otning bo'lsin va yoki Chiniy Turkistonchilar qurultayi bilan ular bir emas. Menimcha albatta bir deb o'ylayman, bu Xitoy bilan bo'lgan federatsiya shakllari, har turli shakllarni o'tirib qo'yishi bu dunyoning fikri emas qarindoshlar. Uyg'urning orzusi emas. Irqiy qirg'inchilik uchirgan bir millatlar, uchirg'uchi millat o'tirisida federatsiya degan narsa mavjud bo'lgan emas. Faqat va faqat tub-tuz bir mustaqillik yo'lidan iborat bir yo'l bu. Irqiy qirg'inchilik yo'li. Endi bu yerdagi masala qarindoshlar, o Chiniy Turkistonchilar qurultayiniki Tayvan bilan o'tkazgan do'stlik konferensiyasi munosabatlariga biz albatta hozirgi biz Tayvanning ichki vaziyatini tekshirib tadqiq qilish kerak. Masalan, Tayvanning hozirgi parlamentining o'zida hozirgi sayyohlar mustaqil bo'lishni orzu qildi. Undan burun masalan Go'mindonchilarning partiyasi bor, shu parlamentning ichida hozirgi mustaqilchilarni vakillik qilgan partiyaning vakillari, millat vakillarimi o'ltirdi. Ilgirki Go'mindonga vakillik qilgan, ya'ni Junguni biz boshqaramiz, birlik keltiramiz deydigan Go'mindon partiyasining vakillarimi birga o'ltirdi. Agar bu yerda Dunyo Uyg'ur qurultayi mustaqillikni xohlaydigan, Xitoydan ayrilib mustaqil bo'lamiz deb deydigan va Uyg'urlarning mustaqil bo'ladi deydigan ko'z qarashini o'tirg'i qo'ygan bir partiya bo'lgan bo'lsa, hozirgi yangi hukumatning partiyalari
mush nuqtaga kelgan bo'lsa, tabiiyki do'stlik munosabat o'rnatsa, buni men xato deb qaramayman. Ammo qarindoshlar, meningki burundan tortib bularga men ishonmayman qarindoshlar. O'zimning ko'z qarashimni yana sizlarga ochiq oshkora deb qo'yay. Ana shu yig'inning o'zida turgan Nuri Turkal apandim Uyg'urlarga mustaqillik kerakmi, kerak emasmi, yo'q istamaydi degan shu. Dunyo Uyg'ur qurultiyi, masalan, Chini Turkistonchilar qurultiyining boshlig'i degan so'z yodingizda bor. 2020-yilda butun millat dunyoga o'tirib irqiy qirg'inchilik deyli deb o'tirib, hatto men uchur yo'llagan do'stlar degan vaqtingizda tap tatmasdan, xijil bo'lmasdan, shu xijil bo'lmasdan o'tirib biz madaniyat festivali yili qilamiz degan apandimlar, ya'ni shu qarindoshlar. Ayatki Erkin Akram apandimniki o Turkiya vakillik qildi. Bugun Turkiya bilan Xitoyning munosabati xuddi Axton bir jalab xotinning munosabatiga o'xshash qarindoshlar. Uning sirtiga chiqib ketib o'tib, va Erkin Akram apandimni bizningki milliy mustaqillik davoyimizga yana qog'allarni deb kelsak, uning ichidagi hammasi shu. Bizning mustaqilligimizga foydali bo'lgan narsa, ulardan qanchalik narsa chiqadi desa, chiqish nisbati men o'zimning shaxsiy ko'z qarashimni day, bu personajlardan Uyg'ur xalqining mustaqillik masalasiga chiqadigan bu natija. Ya'ni shunday, agar oshilar o'tirib Tayvanning partiyasining, Tayvan parlamentining ichida mustaqillikni xohlaydigan kuchlar bor. Shu kuchlar bilan do'stlik, ittifoqlik o'rnatsa, bu boshqa ish. Bunga biz Uyg'ur millati qarshi to'g'ri bo'lmaydi. Mening bilishimcha bo'la o'tirib yanala, chunki bu ayni vaqtning o'zida bizningki shu vatanimiz mustaqil bo'lamiz degan vaqtimizda Chini Turkistonchilar qarshi chiqib ekan. Qarshi chiqib, eng oxirida bir qismlari Turkiyaga, bir qismlari Saudiya Arabistonga, bir qismlari Tayvanlarga qochib ketgan. Shu kelib shu Tayvanniki maoshlarini olib yotganlar ham bugungi kunimizda tirilyotdi. Chunki shu Chini Turkistonchilarning avlodlari bugungi masalan İsa Yusuf Alip degan ularga qaranglar qarindoshlar, ularning boshlig'iga shu ayni vaqtning o'zida Chini Turkistonchi qurimiz degan. Erkin Alip deganning bolasi Do'lqin İsa Alip degan bular o'tirib bir jamoat qarindoshlar. Buni o'chig'ini davirish kerak. Ham bugun mushunday demasak bo'lmaydi. Hamda yana qarab beqinglar ash personajlarning ichida o'zining ismini O'rkashmi demaydigan, O'rkashi deb turib o'tirib chiqadigan O'rkash bir O'zbeklarniki Maynat pushtidan bo'lgan bir O'rkashniki yana bu da'voga kirishi qaranglar qarindoshlar. Shu tashqi dunyoning o'zida 89-yildan tortib ta hozirga qadar Tayvanda yashab keldi. Ammo Uyg'urning da'vosiga kelgan chaqning o'zida kirib baqdimi? Uyg'urning da'vo ishlariga masalan O'rkashi o'tirib Uyg'urning mustaqillik ishlari bo'lsin, mayli qanday ishlar bo'lsin so'z qilib baqdimi? Qilib baqayrini aytasiz. Anda qo'ysa bugungi kunimizda tipik o'tirib Uyg'urning da'vosi, Xitoylarning maydonda turib harakat qilayotgan bu O'rkashning bularning ichida bo'lishi bizning da'voyimizga foydali emasmi? Nol qarindoshlar. Shuning uchun buni da xulosa chiqarish kerak. Agar ular o'tirib mustaqillikni xohlaydigan, Tayvan parlamentining ichida mustaqillikni xohlaydigan kuchlar bilan ittifoqlik do'stlik qilsa, biz albatta qarshi olamiz. Ammo bularning bu tutgan psixologiyasidan, tutgan maydonidan, bizga bergan ta'sirlarining o'zidan men bularni bunday qiladi deb o'ylamayman. Yana o'ginayli, yana tirishayli, ammo mundaq masala kelgan vaqtning o'zida biz yana qaymoqsaq bo'lmaydi qarindoshlar. Bu yerda o'tirib Ahmad deydigan birisi qo'p o'tirib, voy dunyo Uyg'ur qurultiyiniki tutayotgan yo'llari to'g'ri, voy millat qirilib ketyapti. Bunda vaqtida Tayvan falan bukunlar bilan birlashib millatni saqlab qolish bu nari xato. Qarindoshlar, men qaranglar. Uyg'ur xalqining xohlaydigan boshdan oxir mustaqillik. Dunyoda bugun bizga ochilgan yo'l mustaqillik, chunki irqiy qirg'inchilik uchirg'uchi millat dunyoning hech qanday yerda irqiy qirg'inchilik qiluvchi millatlar birga yashimidi. Buning o'xshash qadar so'zlarga ishinib, buni o'tirib menotqa yo'li to'g'ri o'xshaydi. Dunyoda mushundaq bir sistem bor o'xshaydi. Da o'tirib o'ylab qasanglar xato bo'ladi qarindoshlar. Ashlar o'tirib, masalan, Chini Turkistonchilar qurultiyi, masalan, Angliyaning parlamentning a'zolari bilan Amerika parlamentining a'zolari irqiy qirg'inchilikni qo'llayotgan, hatto mustaqillikni qo'llayotgan shular bilan o'tirib, masalan, shu do'stlik konferensiyasi o'tkazib,
ular bilan ittifoqlik munosabatni yaxshilaydigan har xil do'stlik guruhlarini qursa, biz albatta qarshi olamiz. Ama bular o'tirib, ular bilan undaq munosabatlarni qurmay, undaq konferanslarni alayda shig'illanib chaqirmay, undaq bugun berib tipik o'tirib turib, shu menchi bo'lgan chaqda go'mindonchilar bilan o'tirib do'stlik munosabatni o'rnatdi deb o'ylayman. Buni o'rgansin. Agar ular haqiqatan mustaqillikni xohlaydigan hozirgi Sayyon prezident, Sayyonninki tarkibidagi hukumat amaldorlari bilan parlamentdagilar bilan do'stlik o'rnatib tutqayıl aynı şu buyun çıkan bolsa, ben iki kolum bilen oturup 5 güne ulardan keçirim sorayım. Ama ular bunu düşünce beğenmegenken, bulanın tutuvatkan stratejisinin özde, burun strateji ana özanla ba. Ben yine tekrar edip öteyim. Irqiy qirg'inchilik daymizda siz Dolqin apandim chiqib o'tirib festival daymiz degan shu. Ya'ni shu apandimlar shu. Bunda döt bo'lmayli, millatimiz, xalqimiz döt bo'lmayli. Biz mustaqillik yo'li bu irqiy qirg'inchilikni nima uchun mangdiq degan chaqning o'zida xalqaro tartib sistem bo'yicha Darfurnikini o'qinglar, Kosovonikini o'qinglar, Sharq Timurnikini o'qinglar, hatto o'tirib Iroqning shimolinikini o'qinglar qarindoshlar. Iroqning Afg'on Asiyaning o'zida bir bomba tushmidi o'tir Sharq rayonining o'zida. Bo'layotgan shu ig'irchilikning o'zida. Bizning da'voyimizda bugunimizda qo'llayotdi. Bu da'vo oxiriga beribmish irqiy qirg'inchilik yo'lini biz mahkam ching tutib olsak, bizning mustaqillik yo'limizga olib bordi. Shuning uchun yuqoridagi apandilarning do'stlik, ittifoqlik guruhini o'rnatsa bo'ladi, o'zining programmalarini aynan o'tirib qo'yish kerak. O'tirib qo'yib, anda qolsa Uyg'urga vakolatan so'zlayotgan bo'lsa, Uyg'urga vakolatan biz ittifoqlik do'stlik o'rnatdik degan bo'lsa, eng avval o'tirib o'zining qilmoqchi bo'lgan ishlarini, anda qolsa bu Tayvanning bo'lsin, qanday bir davlatning bo'lsin, bu bizning jonijon manfaatimiz, irqiy qirg'inchilikni, mustaqillikni qo'llamamdi degan bu bizning qizil chizig'imiz. Mushuni aniq ifodasini bildirgan avvalida har qanday bilan biz do'stlik munosabat o'rnatamiz. Ammo men tilga o'tgan bu apandilar, bu janoblarning o'zidan men bundaq bir oliy fazilatlar bundaq o'tirib chiqqaniga men ishonmayman qarindoshlar. Aslidagi vaqtimizda ham millatimizmi bundaq masalalarga kelgan chaqda sagakliklar o'rganaylik qarindoshlar. Xato bo'lsa yuz o'tirib tutqayring, xato deb o'tirib inkos qaytaraylik, tushuncha beraylik. O mayat etgan vaqtimizda oshilarning xizmatiga mu foydaliq, to'g'ri menishiga foydaliq, ham millatimiz, xalqimizning mustaqillik ishiga foydaliq qarindoshlar. Nima uchun men o'tirib turib bularni bugungi bundaq ayiblayman? Sabab ular aynan o'tirib qo'yish kerak, tushuntirish kerak. Masalan, biz mandaq mala bizning mustaqilligimizni xohlaydi. Biz bular bilan ittifoq o'rnatdik desak bo'ldi. O go'mindonchilar bilan Tayvan parlamentida o'tirayotgan Junguni birga keltiramiz deydigan go'mindonchilar bilan ittifoqlik o'rnatsa, unda qilsa, bunda ishlarga bizniki dunyoga bo'lgan masalan bizniki mustaqillik masalamiz, irqiy qirg'inchilik masalamizga dunyo shunday ko'z tikib turayotgan avvalida bunda ishlarni olib berish mayat etgan vaqtning o'zida dunyoga nisbatan xato signal, yaxshi ta'sir bermaydi. Yaxshi ta'sir bermaydi qarindoshlar. Biz eng avval bizning mustaqilligimizni qo'llayotgan, o mustaqillik emas, irqiy qirg'inchilik masalamizga, ya'ni irqiy qirg'inchilik yo'li. Mushani qo'llayotgan biz hech qanday bugungidek o'tirib quruq gaplarni qilib o'ltamaydik. Amerikaning parlamentikilar bilan, Kanadaniki, Yevropaninki, butun davlatning parlament, hatto hech bo'lmagan vaqtimizda bizning irqiy qirg'inchilikni qo'llaymiz deyotgan Latviya bilan Litva, Estoniya qatorliq bir kichik davlatlar bo'lsin, ashlar bilan do'stlik konferensiyasini o'rnatib, da'voyimizni qanday bir yuksaltiramiz degan nuqtada mangan bo'lsa to'g'ri bo'ldi. Ham biz o go'mindonchilarni deb kelsakmi, u shu mayat etgan vaqtimizda o qora Xitoy, oq Xitoy baribir Xitoy ular. Ular bizning millatimizni qirgan, millatimiz unga nisbatan unda bir aktiv, pozitiv inkaslarni qaytarib ketmaydi bugungi kunning o'zida. Go'mindonchilarning qanchalik qirganligini bilisizlar. Mustaqilligimizni qanday satqanligini bilisizlar. Bu Xitoy deganninki baribir oqimi Xitoy, qarsimi Xitoy. Zaten buni Xitoy deb muomala qilishimiz kerak. Buni keyingi sort qarib qo'yish kerak. Bugun bizning ittifoq qurdigan yerimiz Amerika, bu yerda mustaqil masalamiz bo'lsin, irqiy qirg'inchilik masalamiz buni rol kerak.
Hem bula oturup şakkada perdine oturup bir yerde Tayvan parlamentideki Gomindanchilarmi boshqachilar bilan o'tirib bu ittifoqlik bu munosabatni qurib ketsa, dunyo sizlarcha o'tirib qanday qaraydigandi? O'ylab boqingmi? Ma xalq qanday xalqdi demasmi shuning? Bu ayni vaqtida jang qilib ekan, bularni ishg'oliyat ostida tutib ekan, eng oxir bo'lamagan chog'da Qizil Xitoy qiyini mushular tashlab berib ekan. Hozir qadar o'tirib, masalan, Tayvan hukumatiniki bo'lsin, hozirgi hukumat amaldorlari bo'lsin, Uyg'urlar o'tirib irqiy qirg'inchilikqa to'liq uchirdi da o'tirib hech qanday bir inkos yo'q. Masalan, Tayvanning hozir qash do'stlik munosabatini o'rnatgan parlamentdagilardan tortibmi hech qanday bir inkos yo'q. Yoki mustaqilligini xohlaymiz degan bir inkosmi yo'q. Yoki irqiy qirg'inchilikni mandaq qilamiz degan inkosmi yo'q. Ammo shundaq odamlar bilan do'stlik munosabat o'rnatib o'tirib buni bozorga selishi amoyat etgan vaqtimizda bizning bu mustaqillik ziyonli qarindoshlar. Bundaq ishlarga kelgan vaqtimizda bizning mangdigan yo'limiz Amerika, Yevropa, İsrail bizning do'stligimizni qo'llayotgan, bizning irqiy qirg'inchilikni qo'llayotgan davlatlar bilan ittifoqlik do'stlik munosabatini o'rnatib mangsa, bu albatta biz qarshi olatdik. Bu o'tirib qo'lladik. Bu shundaq ish. Shuning uchun men xulosa gapni oz qilay qarindoshlar. Sizlarga men boshdan oxir dedim. Başdan axır dedim deydigan bütün qarindoshlar başdan axır dedim qarindoshlar. Dünya Uyghur Qurultayı, yani Çin'i Türkistanchilar Qurultayı, bu qurultayga başdan axır diqqat qilish kerak qarindoshlar. Foydali bo'lsa-mu diqqat qilish kerak, ziyonli bo'lsa-mu diqqat qilish kerak. Chunki bu Uyg'urning tashqi dunyosida biz vakillik qilamiz deb o'tirib bütün narsani monopol qilib olgan tashkilot bu qarindoshlar. Bu tashkilotga diqqat qilish kerak. Endi biz keskin diqqat qilgan mezgilga keldik. Chunki irqiy qirg'inchilikni bütün dünya o'tirtirib, bütün dünya mashunda qo'llab mangan vaqtimizda Uyg'urga nisbatan mustaqillik 70-80% chiroq yiqildi. Mundaq yeshil chiroq yiqildi. Qarindoshlar. Endi bu o'tirib buning ichida yana qanday o'yinlar kelib chiqdi? Qandaq o'rindiqning ostida sotsiyaliklar kelib chiqdi. Mustaqilligimizda qandaq yo'qtimizda o'tirdigan iligal sotsiyaliklar chiqdi. Biz bunga mukammal diqqat qilishimiz kerak. Shunga o'tirib bu yerda nurg'ullarama Ahmad deydigan ixtiyoriy muxbirninki Dunyo Uyg'ur Qurultayininki masalan Xitoylar bugunlar birlashib bir federatsiya degan narsani qurib millatni saqlab qolamiz degani to'g'ri deb. Bu asli bir ikkisi ayrim narsa emas qarindoshlar. Asli mohiyatni aytgan vaqtimizda bu masalan bizga tipik vakillik qildigan, masalan shu Dunyo Uyg'ur Qurultayininki, ya'ni Çinli Turkistonchilar Qurultayı bo'lmasligi mohiyatda yerni o'tirtirib Xitoydan ayrilmaymiz degan bir ideya bilan ketayotganligi bu pakt aniq qarindoshlar. Endi deb kelsak gapchiq, shuning uchun ularningki dunyo xalqi ishonmaganligi uchun bularga shunga Amerika parlamentidan ular bilan do'stlik munosabat o'rnatimiz aytganlar chiqmadi deb o'ylayman. Angliyadan chiqmadi deb o'ylayman. Fransiyadan chiqmadi deb o'ylayman. Kanada dunyodagi barliq davlatlarning ichidan shuning uchun chiqmadi deb o'ylayman. Chunki ichida xoin va xoinlar. Shuning uchun Tayvandagi yerdan beri turib avval chiqdi. Bu orqaliqma bu Çinli Turkistonchilar Qurultayı endi chigilab berib shu Gomindanni topgan bo'lsa, endi Xitoy hukumatiga yuzning signalini beryapti. Biz boshdan oxir bu ishda sodiq qoldik. 70 yildan beri maosh to'lading bizga. Biz bu maoshga biz sodiq qoldik. Sodiq qolamiz degan yerga opiryapti qarindoshlar. Bizning mustaqilligimizni oladigan yo'l bizning hozir irqiy qirg'inchilikni to'nayotgan Amerika, Yevropa mushu davlatlar bilan biz davoyimizni mustaqilligimizni kuchaytirishimiz kerak dendi. Deb kelsak xulosa gapni desak qarindoshlar ma'noliqi gap so'zlarimni o'zim joyida emas. Ularning qilayotgan ishlarini, narsalarni anglab o'tirib endi achchig'im shundoq keldi asli. Og'zimni buzib o'tirib taqatqi gaplarni men ular zaten qirg'inni qildi, mangdigan yo'liga mangdi qarindoshlar. Irqiy qirg'inchilik demaymiz deb o'tirib shunchalik yompashga totdi.
Aql barmı desiniz ba, bizden aqlliq özünü sanaydı. Erki qırğınçılık demeyimiz de medeniyet festivali deyimiz de turib aldı. Şu Dolqin İsa Alip degin. Yani hicil bulmay oturup aşağı çıkan Alip degin, yani bugün günün yüzde yani şu kasmak yüzüyle oturtup milletinin vekili de turup sözler jürüvatıdı. Yani biz mi diduk davatıdı qarindaşlar. Şu erki qırğınçılık demeyimiz de turib eliştik sebep mu? Medeniyet Pilimiz deyiştik sebep mu? Xitay degan milletni erki qirg'inchilik yurgizgichi millet biz qilmaymiz degan gapdan boshqa narsa emasdi. Xalqimizning zihni, milletning ichida Uyg'urning ichida zihni iqtidor ochiq insonlar bo'lgandan keyin o'zining takror talabini Amerika, Yevropaga o'tirib qo'ygandan keyin Amerika Yevropa hükümetleri bizning vatanimizda bo'layotgan erkiy qirg'inchilik masalalarini poklik kuzatgandan keyin ham hech qanday bir tashkilotga vakillik qilmaydigan nurg'un ayol xonimlarning insonlarning bu erkiy qirg'inchilik pokitlarni berish natijasida Amerika hukumati uzun muddatli tadqiq qilish o'rganish asosida bu erkiy qirg'inchilikni chiqarib berdi dedi. Ham bu mezgil kelgan vaqtimizda bular turib hajjida o'tirib erkiy qirg'inchilik sepiga kirdi. Hamda bu iş müstakillik yolu menvatqa vaqtning o'zida her taraf yana tortish mumkin yana shular. Shuning uchun qarindoshlarım men taqotiq so'zlagan bo'lishi mumkin. O'zimizning millatimizning jonijon manfaatini desak, erkiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'ur xalqining manfaatini desak, mustaqilligimizni desak, mayli o dünya Uyg'ur qurultiyi bo'lsin va yoki boshqa nomdek hukumat bo'lsin, har qanday bir tashkilotning narsalarni o'rganish, tadqiq qilish bizning vazifamiz qarindoshlar. Chunki bu ishlarni vatandek xalq qilolmaydi, biz qilamiz. Xato yüz raddiyarimizni beraylik qarindoshlar. Bugungi da'voyimiz dunyo Uyg'ur qurultiyining vositasi bilan mustaqillik chiqadigan da'vo emas. Yoki ma'lum bir tashkilotlarning vositasi bilan mustaqillikka yetishadigan da'vo emas. Biz udul holda vasıt tanlamay oturup Amerika, Yevropaga özümüzün direkt davayimizni, derdimizni deyiş arkalık müstakillik etadigan davayı yolumuz qarindoshlar. Ular özünü aşındaq bazağa saladı. Biz ularga bekçek ergişip ketsek, elbette to'g'ri taraf bo'lsa, men boshqa kuch qo'llab keldim, men qo'llayman. To'g'ri tarafini albatta qo'llayman. Kim bo'lsin qo'llayman. Ammo sizlarning shundoq bo'lishinglarni umid qilaman qarindoshlar. Bizniki dava işimiz udul Amerika bilan bo'ldi. Udul Yevropa bilan bo'ldi. Udul bizning mustaqilligimizni qo'llagan davlatlar bilan bo'ldi. O boshqa tashkilotlar, boshqalarning vositasi orqali, yana birisi orqali degan gaplarga bakcha qishnab ketmang. Albatta, hammamiz bir bo'lsak, ittifoq bo'lsak, bu texim unumi yaxshi bo'ladi. Ammo bizning qo'limizdan kelmaydi-ki. Shuning uchun qarindoshlarimiz deb kelsak gapchiq, o'rganaylik, tadqiq qilaylik. Heliqidek başqalar onu depti, federatsiya degan narsa mavjudmi? Dunyo Uyg'ur qo'tirib mushinaga menvapti, bu millatni saqlab qilish yo'li mashimi? Uni unutib ketinglar qarindoshlar. Dunyoning tartibida o federatsiya degan narsalarni men anglab boqmadim. Sizlar nerdan topdinglar men bilmayman. Albatta shu millatning Bidam mollalar arqılıq pitni pasar salıdı, bidam oturup aşında g'ot-g'otlar arqılıq pitni pasar salıdı. Bu milletning zaten nimaga menish kerak degan nuqtani o'tirtirib chaladı. Bizning mush erkiy qirg'inchilik yo'ldan boshdan oxir mangamiz qarindoshlar. Mangsak bu mustaqilligimiz udul opirdigan yo'l. Bu yo'ldan tenib ketmaylik. Qarindoshlar, o'rganaylik, siyosatni o'rganaylik. Deb kelsak gapchiq. Lekin bugün günün özde muşyonu yüz tuluq menvatıdı da oturup işinip menişinin özde toğru mu hata mı özünler qarsanlar boldu. Ben gepimni yana xulaslay. Dünya Uyg'ur qurultiyinki Tayvandagi mustaqillikni xohlaydigan, bizning mustaqilligimizni xohlaydigan guruhlar bilan parlamentdagi har qanday qadamlar ittifoqlik o'rnatsa bo'ladi. Ammo yana Tayvanning o'zida Xitoyga biz yana hukmronlik qilamiz, biz hukmronlik qilatdik, kelgan deyotgan Gomindang deydigan bir partiya bor. U partiya bilan do'stlik munosabatni o'rnatsa, buni o'tirtirib mandaq qilishimiz kerak. Unaga javobini berishimiz kerak. Chunki bu bizga ziyonliq. Eng avval shu Tayvan bilan shu parlamentga ittifoq o'rnatishdan avval eng birini o'tirtirib bizning erkiy qirg'inchilik masalasini hozir to'namdi. Bu muhim.
O ikki to'xtok videodagi odamniki etib deb qo'ygan ekan, o gap bu. Shuning uchun qarindoshlar, takrar ro'z kunlaringizga muborak bo'lsin. Birlik, ömrük ittifaq bo'laylik qarindoshlar. Siyosiy masalalarni inchiklik bilan, zodi inchiklik bilan tafsili kuzataylik, bir-birimizni o'rganaylik qarindoshlar. Mayli Dünya Uyghur qurultiy insonlar bo'lsin, boshqa insonlar bo'lsin, mening deydigan yerim qarindoshlarim, millatdoshlarim, vatandoshlarim. Bu ezilgan, qirilgan, Uyg'urdek dunyoda o'tirib qirilgan bir millat yo'q dunyomizda. Biraz insof qilinglar qarindoshlar. Ro'z kunda o'tirib sizlardan insof bilan, sizlardan kichik beylik bilan, kamtarlik bilan deymanki, bu millat undaq rahimsizlik qilmanglar. Bu Uyg'urlar bakchiq zulm tatdi, bakchiq qirildi, bakchiq o'ldi. Men qaranglar qarindoshlar. Bu millatning qo'liga sizlarga garantiya beray. Men yezning, kuchaning, yezdan Urumchigacha o'qib, ta bugun kuniga keldim. Xalqcha do'stlarim, aloqalarim bor. Bu millat qanday yig'lashni o'rgandi, ichida yig'layotdi qarindoshlar. Bu millatning o'tirtib, ma haq bugun irqiy qirg'inchilikdan necha million inson o'ldi, undan burun o'ldi. Ma millatning qo'liga huquq chiqib qolgan vaqtimizda meni yevitammi? Çayını vitamo, tekli makanda köydirib vitamo deganni o'ylab qo'yaylik qarindoshlar. Shuning ichida men bor. Tabiiyki mening bu ezilgan millatim huquqni qo'liga oladi ekan. İnşallah 100 oladi. Garantiya oladi. Mustaqillik. Shunda deb qo'yaylik qarindoshlar. 2000 yildan beri o'zining mustaqillik davlatini qurgan Yahudlar qanday qilgandi qarindoshlar? İçideki bütün haylanı, nemisle hemkarlaşkan, nasistlerle hemkarlaşkan, hemisi oturup devletin julup oturup hemisini ültegen qarindoshlar. Bu Uyghur degen milletinin mağıdığa yolu %100 tabii ki şu yolgu mağıdı. Siz o taşkı dünyada turup, taşkı dünyanın pasportunu algan o'ylab ketmang. İsrail'e shunday qildi. Mening esimda qilcha 89-yili Avstriyadan shu 1944-yili Yahudlarni o'ldirishga qatnashgan bir Yahudi shu ismlarini o'zgartib, hamini o'zgartib, Avstriyada maxfiy yashab turgan. Shuni 89-yili Avstriyadan Isroilga o'ddil akitib, davlatga olib hammasini o'tirib ko'ydirib tashlagan. Mustaqil davlatga erishgan vaqtimizda hamma chiroq sizcha yonadi. Çünkü Yahudlar irqiy qirg'inchilik uchirgan millat bo'lgandan keyin dunyo yashil chiroqni yoqqan. Uyg'urlarga yiqiladi. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz bir millat, bir xalq. Ezilgan Uyg'ur millatining bak ko'p jafo chekdi, bak ko'p qirildi bu millat. Bu millatning har bir qadamini bosgan vaqtimizda bu savobli yaxshilik o'ylab turib bosaylik qarindoshlar. O'rganib turib bosaylik. Bu milletning haqqiga kirdigan ishlarni qilmaylik qarindoshlar. Tabiiyki bu milletimiz mustaqillik erishidi, yetidi. Yetgan vaqtimizda shuning ichida men bor, o'zimizni xatarning ichiga tashlab qo'yamiz. Bo'ldanda bo'lsa taqatoqqa qilib ketdim, qo'sh qarindoshlar. Ko'rishga omon bo'linglar. Allohga emanet.